Assalomu alaykum qadrdon YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 14-noyabr 2025-yil navbatdagilar bo'lgan. Mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab bo'ldik. Bu laboni to'rala yoniga tunika o'ralgan holatda bo'ldi, lekin shumizatsiyalar qilindi. Mana yollariga samarez zakolobkalari yo'q, hamma tomonda yo'q. Mana tak tomondan qatirladi. Qop shunga o'xshagan narsalar ilmaydi. Mana bu joyi bollari bor, hech qanaqa zarbalar kelib tegsa kuzovga ramaga o'tkazmaydigan holatda bo'ladi. Mana bu joylarda penoplekslar bor, mana yollari bukib chiqilgan. Bu joylari ham polni bukib chiqilgan holatda bo'ladi. Poliga alohida rezinkamiz bor va tunikamiz bor, uloqsiz tushadigan. Tomiga ham bagajimiz bor. Mana bu joyga sondiqlarimiz. Legenda sondiq mana shu holatda bo'ladi. Mana shu holatda ochiladi. Mana aptechka, arqon, ключ, agnishitel shunga o'xshagan narsalaring hisob ishlatsalaring bo'laveradi. Akkumulyatorni yonidan to'sadi. Mana bu holatda mana yonidan to'sadi. Loypoy shunga o'xshagan narsalarda akkumulyatorga tekkizmaslik uchun qulflanadi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Mardon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli qo'mlashtirib beramiz. Mana tunika tayyorlash jarayoni bo'ladi. Mana shogird bolalar sinflarda tunika tayyorlanyapti. Ichkarida boshqa shogirdimiz mana stanokda tayyorlayapti. Hop. Rezinkalarimiz holatda, mana rezinkalarimiz ham bor. Tepada bagajlari ham bor. Sondiqlari ham bor. Mana bu tomonda bagajlari ekan. Mana bagajlari. Ustaxonamizning ichki ko'rinishi shu holatda. Bu tashqi ko'rinish. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.